Mana bu mebellar rangi, mana bu pardamizning rangi, kuxunniy garniturimizni rangi hammasi moslangan, ko'ryapsiz, okay? Bugun sizga ijaraga katta oilangiz bilan yashash uchun idealniy duplex xonadonni ko'rsataman. Kirurujdan boshlaymiz aka. Встроенный shkaflar ko'rayotganingizdek qo'yib qo'yilgan. Kiruruj eshigimiz, xonadonimizga kirdik. O'ng qo'limizda mana shu boya ko'rsatganim aka sizga dizaynerskiy proyektda bitgan oshxonamizni juda chiroyli, bemalol ovqat tayyorlab ovqatlanib o'tirsa bo'ladigan bu yoqda sharoitlarimiz bor. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bizani o'zi proyekt bo'yicha zalu, no, menimcha zalni pastda qilib yorsangiz kerak. Chunki pastda bizda katta hol zal qismimiz bor. Bu yerda yotoqxona deb hisoblaylik, pastda bo'lsa zalimiz bo'ladi. Keyin shunday yo'ligimizdan o'tganimizda bo'lsa, birinchi qavatimizda joylashgan ikkinchi xonamiz. Bu xonamiz ham yotoqxona ko'rayotganingizdek mebellarigacha tayyor qilib qo'yilgan. Mebel, bu yerda shkaf, keyingi xonamiz bo'lsa, kirganimizda ro'paramizda birinchi qavat uchun mo'ljallangan общий sanuzyulimiz joylashgan. Pastki qavatimiz cho'qilli qavat. Ko'ryapsiz, zina qilingan, zo'r tarafi podyezddan ham kirsa bo'ladigan eshigimiz qoldirilgan. Bu degan mehmonlar kelsa, pastdan ham tushib, eshikdan kirib, mana shu o'zida bitta katta zal qilib qo'ysangiz bo'ladi. 74 kvadrat birinchi qavatimiz, 74 kvadrat cho'qilli qavatimiz. Oynalarimiz bor, polnotsenniy yorug'likchada havo aylanadi. Zinamizni tegidan ham ko'rayotganingizdek maksimal darajada foydalanilgan, встроенный shkaflarigacha qilib qo'yilgan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bizani yotoqxonamiz joylashgan. Yana bitta, bu yerda endi bolalar uchun ham yotoqxona bitta qilib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin shundoq bu yon tarafimizda bo'lsa, pastki qavatimiz uchun ham sanuzyul o'zini dushevayasi bilan joylashgan. Okay, yaxshi taklif. Remontdan keyin, remont bitgandan keyin hech kim yashamagan yangi xonadon. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, Zamona to'yxonasi ro'parasidagi Qizg'aldoq mahallasida joylashgan. Ijaraga faqat oilaviy qo'yiladi. Narxini videoning opisaniyasida yozib ketaman. Yana Primoy o'rtakashirasiz joyi egalarini, telefon raqamini yozib qoldiraman. Bilasiz, Primoy olsangiz, qanaqadir usluga, realtorskiy, maklerskiy usluga to'lanmaydi. Shuning uchun ulgurib qoling yoki telefon nomerlarini yozib qo'ydim.